Suvanның tunib berishi bilan saqchilar qotilni tezlik qo'lga oladi. Bu vahshiyona delo jamiyatga tez tarqaladi. Birinchi qo'l axborotga erishmoqchi bo'lgan muxbirlar doktorxona, saqchixonaning oldida mig'ildab ketadi. So'ng televizorda qizning xabari berilayotganligini ko'rib, qizni ko'targan Betty shaxsiy kasalxonaga qarab yuguraydi. Muxbirlar ularni ko'rib kelib, qo'g'lab keladi. Qizchaqning opasi ularni to'sib oladi. Kasalxonaga kirgandan keyin Suvan dadasidan "Dada, men zada nimani xato qildim?" deb so'raydi. Dongsun nima deb javob berishni bilmaydi. U o'ksugunicha qizning yerilib ketgan tarat xaltasini tozalashga boshlaydi. Dal shu chaqda Suvan "Men yaqin kelma" deb qattiq yig'lab ketadi. Dongsun ishning tegiga yetib kayniga tachidi. Uninggacha sestra uningga ayolining aylanib qolganligini aytadi. Ayolining homildor bo'lganiga 5 oy bo'lganligini shu chaqda biladi. Ular bu ishga xushal bo'lishga ulgurmayla sud ichiladi. Gerçi pak to'liq bo'lsa-mu, qotil ayni chaqda haroqni ko'p ichib olganini, hech narsa esida yo'qligini, bu deloni u sodir qilmaganligini aytib, jinoyatini bo'yniga olmaydi. Sotlash tezki to'xtab, vaqtincha to'xtatildi. Dongsun kasalxonaga qaytib keladi. Ammo Suvan yotqonga purkinib olib, dadasiga qarmaydi. Dongsun amalsiz kasalxonadan chiqib ketadi va davolanish haqqini topshirdi. Qizi uzun davolangachqa ularning yenimi qo'rg'dilinib qoladi. Dongsun zavod boshlig'iga telefon qilib, xizmatdan istifa berib, pensiya pulini olmoqchi bo'ladi. Zavod boshlig'i qo'shilmaydi va ayolidan yushirin yiqqan pulni Dongsunga berib turadi. Zavod boshlig'ining ayoli Suvanni yo'qlab doktorxonaga keladi. Meji uni ko'ribla ko'ngli yerim bo'ladi. Suvanning bu saydan tezroq qutulish uchun psixika doktori Meji nechalarni karton kiyimi kiyib, Suvanning diqqatini burashni aytadi. Ular kartoncha yasinib, tizilib usul o'ynaydi. Suvanga qog'oz aeroplan atadi. Suvanning kulki o'shgan chehrada qayta tabassum jilvalandi. Ularga qo'shilib naqsha aytadi. Meji nechalar tarlab chiliq-chiliq yo'l bo'lib ketsa-mu, Suvanning kulkisini ko'rib hardiq chiqadi. Qizga yaqinlashish uchun Dongsun karton kiyimi ijara beradigan biraylardan azroq bir kiyim setib olmoqchi bo'ladi. Xo'jayin uningga koni bir kiyimni tutqizib, pul olmay ketib qoladi. Kechda yo'g'on karton maymun Suvanning yoniga kirib keladi. Ammo Suvanga yaqinlashamaydi. Suvan uningga qo'l bilan oltib, qo'ynini ochdi. Karton maymun qizchaqni chin quchoqlaydi. Suvanning kayfi kundan kunga o'ng'ishib, psixika doktor bilan sirdishadigan bo'ladi. Bu kuni psixika doktori Suvandan "O'qish boshlanay" dedi. "Maktabga borgingiz bormi?" deb so'raydi. Suvan to'xtamay boshlanish deb oxiri gap qiladi. Suvan doktordan "Maktabga borsam bo'lamdi" deb so'raydi. Suvanning maktabga borg'isi bo'lsa-mu, saboqdoshlaridan nomus qiladi. Maktabga borolmaganligidan ko'ngli yerim bo'ladi. Ammo qo'shnisining o'g'li Yingshi Suvanning qaytib kelishini saqlab, kunda degidek Suvanning ishga xat yozib chaplab qo'ydi. Kunlar shu tariqada o'tadi. Suvanning saboqdoshlari uning uyiga kelib, Suvanga yozgan xatlarini chaplab qo'yib ketadi. Zavod boshlig'ining ayoli qo'shnilarni Suvanning oilasiga iyoni yig'ishga undaydi. Suvanning asta-asta asliga kelishi bilan bu oila qiyinchilikdan qutuladi. Suvan doktorxonadan chiqadi. Ular voqea yuz bergan ko'chaning oldidan mashinalik o'tadi. Suvan jiddiylashib, nafsi qisiladi. Mashinadan tushibla yondirib yetadi.